Hala ne koydunuz? Hala ne koydunuz? Ne koydunuz? Ağayınlar mı? Kapta al bak tarafa. Alo. Hasan'dan dayandı yeni içeri kirip girmeseniz de bulmaydı. Ben o kamera çıkmışım. Ama iş kaldı kamera. Gözünü elinde gözler.
Taşlar gaz tren. Dostlar,
Parayla mama anlatmışım.
atacaksın. Allah'ın koluna. Baba arkaya çıkar. Kalsa. Ver. Arbeito, değil mi arbeito? Ha? Arbeito, değil mi?
elim, sizni ko'rib qo'shadi dilim. Alpomish yigitu, barchinoy qizlar, sizlar doim mehmonlarga xizmatda bizlar. Assalomu alaykum. Mana shu bugungi ajoyib to'yimizga tashrif buyurgan muhtaram va muhtarama aziz mehmonlar. Maqtovli shahrimizning maqsadli to'y makonida el orasida tanilgan, hurmatlangan oilalarning biri bo'lgan Irzayevlar xonadonida, Norg'uta bobomiz Gulzar momamiz xonadonida, ya'ni Dilorom Alisher ukalarimizning sevikli farzandlari bo'lgan Bobo Sherjon, Nilufar kelinimizning baxt nikoh to'ylari. Albatta, 2 yoshga bugungi nikoh to'ylari bilan barcha mehmonlar, mezbonlar sizlar uchun xizmatga tayyorlangan san'atkorlar nomidan bugungi baxtli kunlaringiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sizlarga baxtli, taqli turmush, bir umr bir-birlaringizni sevib, sevilib, hurmat qilib yashash. Biringiz oy bo'lib, biringiz quyosh bo'ling. Atrofingizda farzandlaringiz yulduzlar kabi ko'payib, porlab turishini tilab qolamiz. Mana shu Irzayevlar xonadonining eng baxtli kelin-kuyovlari bo'lishining tilakdoshimiz. Har bir narsaning boshlang'ichi bor deb mana bugungi ajoyib to'yimizda boshlab berish uchun to'yimizning ochilish marosimiga Avaz bobosini mana so'z navbatiga taklif etamiz. Avaz aka, keling, mana kechamizni gurullatib ochib bersangiz, asta-sekinlik bilan bugungi to'yimizni davom etib bormoqchimiz. Marhamat, keling. Sizlar, sizlarga ko'p sog' bo'ling. Assalomu alaykum, to'yimiz hurmatli aziz mehmonlar. Hemmanizga shu to'yga xush kelibsiniz deya. Shu to'yga yetmek uchun Irzayev Temjaga başqarasından eng to'yg'uli aqllarning biri bo'lgan Bobo Sherjon Nilufar, Nilufarning vaqt to'yini shu 26-noyabr 2023-yilda qavoz keldi. Bu qavoz kelmesi ko'rsa bayram. Sebebi yurdumuzda bütün tur qarayatın kışında akarım bir kayleme günü oldu. Aşarsan, içersen. Gelin mehmanların, karındaşların, kudaların yüzünde de tebessüm, şahlık, ülke, kıvanç. Gelin yaşların toyunu bütün gelin mehmanlar ve hürmetli mehmanlar aziz ahliyle şahısızlar ve hem de hizmet eden mektubular toyumuzda maksudların sabırını yaklayında geçirelim. Toyumun yaşlar maksud edepli, görevleri başkanı kursunlar. Adı enelerine, kaynata kaynemelerine rahimli, iyimli ve bağlı, yurduna ve gerekli insanlar olup yetişsin. Bunların yıl yetmerken beyvet toylarının var bir şey geçti, çok ulaşık edelim. Toylarımızın hepimizin aktivitede katlaşmakımızda tamamen bunu oynayıp geçirelim. Toyumuz iyi, mutlu olsun. Irzayevlar, hepimizde. Hepimizin izni, toyunu devam olsun. Tamam. Toyan, sizlerin en mağduruz kaptırmamızdan sabırlı yapmayla açık gittiğimizden nedir? Sağ olun. Canınız sağ, başınız aman olsun deyip kalamaz. Aman bo'ling. Kelin-kuyovlar, bugün sizning ismingiz, yarashibdi bir-biringizga jismingiz. Baxtli bo'ling, nurga to'lsin uyingiz, chiroyli uzun bo'lsin sizning umringiz. Otalar ko'zida g'urur, onalar ko'zida qayg'u. Kelinchak bu baxtingni baxtsizlarga soch, dunyoni ibratsin, sen ulashgan nur. Shunday ekan, mana ajoyib to'yimizni ochib deb e'lon qildilar. Kuyovlarimiz Bobo Sherjon, Nilufar kelinimizning oilangizni ochib qo'yishingizga ruxsat beramiz. We'll be right back.
o'tkinchi. Shuning uchun topganingiz mana shunday ajoyib to'ylarga ketsin deb qolamiz. Demak, har inson to'y berarkan bir kamsiz o'tsan degan niyatda bo'ladi. Bir kamsiz o'tishi uchun siz mehmonlar, biz san'atkorlar katta sababchimiz. Keling, mana bugungi to'yimizni ham ajoyib, maroqli, qiziqarli o'tishi uchun sizlarning barchalaringizdan mana shu davramizga yaqinroq, quvnoqroq kelib qatnashishlaringizni iltimos qilamiz. Kelin-kuyovlarimizning bugungi baxtli kunlari bilan tabriklamoq uchun so'z navbatiga chiqadigan mehmonlarimiz bor bo'lsa, marhamat, tortinmasdan kelib, ism, shariflaringizni yozdirib ketishlaringiz mumkin. Bugun to'y tantana, yaxshi o'tib an'ana, to'y bahona do'stlarim, diydor ko'rishsak yana. Shunday ekan, bugun sizlarning xizmatingizda maqsadli to'y mekon xodimlari bo'ladi. Sizlar uchun bugun xizmatda bo'ladi. Keling, sizlarning barchalaringizni mana shu keng davramizga, qo'shiq kuylarimizga, o'yinga, navolarga taklif etmoqchimiz.
kutishlaringiz kerak edi-da. Bizni yonimizga taklif etaylik. Yonimizga taklif etaylik. Mana shu davramizga surprizlarni chog'lamoqchimiz. Sizlar uchun mana shu oilani hurmat qilib, shularni hurmatini joyiga yetkazib, mana Turkiya davlatida safarda yurgan Bobashir ukasidan Mirzabek ana marhamat shular nomidan Sitora surpriz davriga taklif etaylik. Sozlar bilan kutib olamiz. Mirzabek ukamızın ardından sürpriz. Toyunuz kutlu olsun. Barakalla yaşayınızlar. Endi mana shu sizlarni hurmat qilib, shunday surprizlarni tashkillashtirgan mana Bobashir Mirzabeklarga bir rahmatlar aytib qo'yamiz. Bobashirjon, marhamat. Mirzam. Ay, nima deyman? Salomjon akam yaxshilab ketdi. Buni tomoshadan ulab ketdi. Rahmat sizga, ulab ko'rsatib, ulab bilan qatnashishda yaxshi o'zingiz. Yaxshi Mana qarsaylar bo'lsin. Rahmatlar aytib qolamiz. Mana shu ukalariga ham, surprizchi singlimizga ham rahmatlar aytib qolamiz. Endi tortlarni bir chekkaga olib qo'yaylik. Kechamizni esa davom etib boramiz.